O'zbekiston Respublikasi Navoiy viloyatida ilk bora karate bo'yicha bolalar ligasi tashkil etilmoqda. Thompsonland bolalar bog'chasi bugungi musobaqada qatnashadi. Barcha bolalarga omad tilaymiz. Bolalar ligasi karate bo'yicha musobaqamiz yakunlandi. Bu musobaqada Thompsonland bolalar bog'chasi yuqori o'yinlarni qo'lga kiritdi. Kelajakda dekabr oyida musobaqa tashkil qilinadi va ushbu musobaqada bolalarimiz ishtirok etadi. Barcha bolalarga omad tilaymiz.